Ayol xohlamagan ahvolda majburiy taloq qilsa tushamdi? Savol. Assalomu alaykum. Ayol kishi ajrashishni xohlamagan ahvol ostida kishi majburiy taloq qilsa tushamdi? Qandaq ahvol ostida kishiga ayolini taloq qilish zarur bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bir hadisda halolning Allohga eng o'ch ko'riladigani taloqdir deb kelgan. Alloh taolo bandalarga kengchilik qilish yuzidan taloqni yo'lga qo'ygan, harom qilib etmagan, lekin yoqtirmagan. Shunga shar'iy o'zra yoki tuzuk bir sabab bo'lmagan ahvolda taloq qilib etish yomon ko'riladi. Albatta, ayoli xohlamagan ahvolda taloq qilsa, taloqi hisob bo'ladi. Shar'iy uzr bo'lsa, taloq qilish joiz bo'ladi. Agar taloq qilmasa, shar'iy jihatdan chatoq chiqadigan bo'lsa, masalan, ayol iffatini saqlamaydigan, namozga e'tibor bermaydigan, diyonati bakli sus ayol bo'lsa, uni tuzashga urinib o'ngshi olmasa, taloqdan boshqa chora bo'lmasa, taloq qilishi vojib bo'ladi. Er-xotinlik degan alohida tanlash bosqichlaridan keyin vujudga chiqadigan muqaddas rishta. Buning uzilib ketmasligi uchun islom ko'rsatgan nurg'un choralarni qilish orqali bu rishtani parvish qilib turish lozim. Taloq qilish, nasihat, tarbiya va o'rnini ayirish qatorliq choralar kor qilmay, faqat chora bo'lmaganda murojaat qiladigan vositadir. Islom shariatida taloq qilish huquqi erlarning qo'lida bo'ladi. Lekin bundaq desak, ayollar huquqini yo'qotayotgandek bir tuyg'u berishi mumkin. Biroq Janobi Alloh yaratquchi bo'lish sifati bilan maxluqlarning ahvolini eng yaxshi bilguchidir. Shunga taloq qilish huquqini erlarning qo'liga tutqizgan. Buning ikki sababi bor. Birinchi, to'yning beshidan tortib pul xarjlaydigan, to'yliq beradigan, uy tayyorlaydigan, oilaning chiqimini qiladigan kishi er kishidir. Ikkinchi, yaratilish jihatdanmi er kishi ayol kishiga qaraganda texmi salmoq, o'zini tutib oladigan, ishlarning oqibatini o'ylay oladigan, oson hayajonlanib ketmaydigan tabiatlikdir. Haq taolo aytadi: "Erlar ayollardan xabar olib turg'uvchilardir." Bu Allohning insonlarning ba'zilaridan afzal qilganligidan va erlarning pul mollarining bir qismini xarjlaganligidandir. Nisa surasi 34-oyat. Boshqalarga ziyon urish cheklangan bo'lg'achqa, islom shariati taloq qilish huquqini erlarning qo'liga tutqizgani bilan ayol kishiga tuvandagidek bir qancha ahvol ostida ashunga o'xshaydigan huquq bergan. Birinchi, xul'iy qilish orqali ajrashib olish. Bu chora er bilan uy tutish faqat mumkin bo'lmagan ahvolda algan to'yliqni erga qaytarib berish orqali bo'ladi. Ikkinchi, ayol kishi taloq qilish huquqi mening qo'limda bo'lsin deb shart qilib tekkan bo'lsa, rozi bo'lib olgan bo'lsa, ayol kishi ajrasha oladi. Uchinchi, oilasini boqmagan, chiqimini qilib bermagan ahvolda ayol kishi da'vo qilib ajrashishni talab qilsa bo'ladi. To'rtinchi, uzun muddat yo'qolib ketgan, qayerdaligi bilinmagan ahvolda ayol kishi da'vo qilib ajrashishni talab qilsa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 126-numurliq fatvo.